Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ozgina xotira haqida suhbatlashmoqchiman. E'tibor berganmisiz? O'qigan ma'lumotingiz ko'p o'tmay xotirangizdan o'chib ketadi yoki qo'lingizdagi buyumni qayerga qo'yganingizni eslolmaysiz. Xo'sh, nima uchun xotiramiz tobora susayib bormoqda? Bugungi internet makoni tezroq xotira, miyani 100% aktivlashtirish kabi shov-shuvli va'dalar bilan to'la. Biroq tan olish kerak, ularning aksariyati mazmundan ko'ra qadoqga, marketingga ko'proq urg'u beradi. Keling bugun ushbu illyuziyalardan xalos bo'lib, miyamizning haqiqiy ishlash mexanizmini tahlil qilamiz. Nima uchun xotiramiz suslashyapti? Javob bitta: axborot shovqini. Tasavvur qiling, miyangiz ulkan kutubxona. Ilgari kitob o'qiganimizda miyamiz ma'lumotni qayta ishlashga, vizuallashtirishga va uni chuqur xotiraga joylashga ulgurardi. Yoshlik paytlarimiz, maktablarda kitob o'qiganimizda, she'rlar yodlayotganimizda, bugungi reyslar va qisqa videolardagi 15 soniyalik dinamika esa miyamizning kognitiv qobiliyatini to'mtoqlashtirmoqda. Har bir o'tkinchi kadr, tez o'zgaruvchi musiqalar va emotsiyalar miyani chuqur tahlildan mahrum qiladi. Natija esa biz yuzaki fikrlovchi aldovga aylanib bormoqdamiz. Diqqatni jamlay olmaslik bu miyaning emas, balki dopamin qaramligining oqibati. Siz miyangizni keraksiz raqamli axlat bilan to'ldirib, undan yuqori natija talab qilyapsiz. Bu esa kognitiv tizimingizga nisbatan adolatsizlikdir. Hozirgi vaqtda marketing tuzog'i, soxta kurslar, aynan shu zaiflikdan foydalanuvchi soxta ekspertlar soni ortib bormoqda. Internetdagi jozibador reklamalar va sun'iy ijobiy izohlar sizni chalg'itishga yo'l qo'ymang. Unutmang, 7 kunda daho bo'lish bu utopiya. Xotira bu mushak. Uni tezroq usullar bilan emas, tizimli mashqlar va intizom bilan rivojlantirish mumkin. Millionlab mablag' evaziga sotilayotgan kurslarning aksariyati aslida fundamental adabiyotlarda allaqachon yozilgan oddiy haqiqatlardir. Biz esa tayyor va oson qimmat yo'lni izlaymiz, lekin haqiqiy rivojlanish aynan o'z ustida ishlashga yotadi. Men bu muammoni qanday hal qildim? Men sehrli kurslar emas, fundamental bilimlarga murojaat qildim. Shohrux Mirzo Rahmonovning Mukammal xotira, xotirangizni yashirin imkoniyatlarini kashf eting kitobi men uchun haqiqiy kashfiyot bo'ldi. Bu kitob meni sehrli tarzda o'zgartirmadi. Aksincha, miyam qanday ishlashini ilmiy asoslab berdi. Asar nazariyani amaliyot bilan mukammal uyg'unlashtirgan. Narxi bir martalik yengil fast food puli, lekin ichdagi bilim umrboqiy xizmat qiladi. Asosiy mexanizmlarni anglab yetganimdan so'ng, o'sha shov-shuvli kurslar reklamasi menga shunchaki biznes bo'lib ko'rinyapti. Siz ham shu darajaga, ya'ni axborotni filtrlay oladigan bilimli inson darajaga yeta olasiz. Do'stlar, xulosa o'rnida kurs sotib olishdan oldin ba'ziviy bilimlarni egallang. Agar kitobdagi amaliy mashqlarni bajarsangiz, keraksiz kurslarga bo'lgan ehtiyojingiz yo'qoladi. Haqiqiy kuch kitobda va tizimli mehnatda. Agar siz ham xotirani rivojlantirish bo'yicha ilmiy va amaliy ma'lumotlarni qadrlasangiz, kanalimga obuna bo'ling. Kelgusi videolarda aynan shu kitobdagi eng kuchli mashqlarni birgalikda bajaramiz. Siz ham xotira kurslariga pul sarflab kutilgan natijani ololmaganmisiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Muhokama qilamiz.